Assalomu alaykum hammaga. Biz jamoamiz Smartline, ya'ni aqlli chiziq dasturini ishlab chiqdik. Bu dastur 3 yoshdan 8 yoshgacha bolalar uchun. Ya'ni qanday? Bu loyihada siz rasm chizasiz, sun'iy intellekt uni analiz qilib, qanday rasm chizganini aniqlaydi. Masalan, bola o'ylaydi, a, uyni rasm chizadi. Lekin boshqacharoq rasm chizsa, sun'iy intellekt o'zining variantlarini tashlaydi. Bu loyihamiz sun'iy intellekt yordamida ishlangan va mobil dastur uchun. Keling, mobil dastur haqida tanishtiraman. Mana Frontline loyihamiz hozir kirishi mana bunday ekran bo'ladi, lekin chiqib ketish imkoniyatlarini qo'shsak bo'ladi. Masalan, uyni rasmini chizayotgan bo'lsam, sun'iy intellekt o'zini variant tashlaydi. Balki BUUID yana biraz çiz. Kelajakda buning dovusini haqiqiy o'zbek ayol tovusida shakllantiramiz. 4-5 tilda bo'ladi. Balki BU kuştu yana biraz çiz. Masalan, bu rasm va ertaga Xudo xolasa yana bir qo'shimcha topshiriqlar bo'ladi. Masalan, bu joyda so'zlar turadi, random yuzlar, suv chiqadi, shuni rasmini chizib, sun'iy intellekt topishi kerak. Kelajakda bu loyihamiz faqat mobil dastur bo'lmay, planshetlarda, ya'ni o'zlarimizning shaxsiy planshetlarimiz bo'ladi. Narxi arzongina bahoda 500 dan 800 ming oralig'ida bo'lgan planshetlarda chiqadi bu. Faqat planshet shu rasm chizish uchun arnalgan bo'ladi.